har xil narkotik har xil tez qiladi odamlarga. Aslida men bu agar mef yomon tomonlarini aytsak, odam shoshib qo'yadi, unutayotgan tushunmay qoladi, vnimaniyasini yo'qotadi. Ko'plarni mashina urayotganlar bor. Mana hozir men novostida ko'raman, kimdir mashina urib ketdi, kimdir odam urib yubordi. 100% dan bir 80% narkomaniyaga sirazu qo'yib qo'yaman. Ani yalang'och yuribdi, onadan tashladi, suitsid. Men bu hamma narsani 100% narkotik deb bilaman. Bugun yana bir jiddiy mavzuda suhbatlashamiz. Videoni ko'rmay turib fikr bildirishga shoshilmang. Hamma ommaviy axborot vositasida ham gapirilmaydigan real va qo'rqinchli ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Assalomu alaykum. Esimni taniganimdan buyon giyohvandlik va uning zararli oqibatlari haqida gapirishadi. Butun dunyoga xavf soladigan og'u haqida qancha gapirilmasin, afsuski, uni iste'mol qiladiganlarning soni qisqarayotgani yo'q, aksincha. Yil sayin ularning turlari ortib bormoqda. Geroin, opiy, nasha yoki marixuana ular allaqachon urfdan qolgan. Ya'ni tabiiy yo'l orqali ko'paytiriladiganlari o'rnini allaqachon sintetik yo'l bilan olinadigan giyohvand moddalar egallab bo'lgan. Ular tabiiysiga qaraganda ancha arzon albatta, ammo uning xavfi o'ylaganimizdan ancha yuqori. Demak, sintetik giyohvandlik bugungi kunda juda ham dolzarb mavzu. Bu juda ham bizni sharoitimizda juda ham kam o'rganilgan giyohvand. Ilgarida bu narsa geroin, afyun, kannabis va yengil qanaqadir psixotrop dorilarga o'rganilgan bemorlarimiz bo'lgan. Ammo lekin eng xavfi juda ham qiyin masalani bugungi tug'dirayotgan sintetik giyohvandlar. Endi nomi asosiy bu skorost, tezlik va alfa PVP, bu mefedron, shunga o'xshagan boshqa yana turlari ko'p chiqib kelyapti. Bu narsaga bizning xalqimiz hali o'rganmagan. Sintetik giyohvandlar 3-4 oydan keyin yana ruhiy buzilishga kelyapti. Birlamchi ruhiy mayl degan narsa kompulsiv mayl deymiz. Bu narsa degani irodaga boshqarib bo'lmaydigan mayl paydo bo'ladi. Sintetik giyohvandlik qayerdan paydo bo'ldi? Ishonasizmi? Bu turdagi giyohvand moddalarining 50 mingga yaqin nomlari bor. Eng ko'p tarqalganlari esa tuz, ya'ni mefedron va alfa PVP hisoblanadi. Eski narkotiklar geroin bo'lsa ham 5, 10, 15 yil iste'mol qilsa bo'ladi, kontrol ushlab ozgina. Mefedron 3 yilgacha sekin-sekin odamni o'zgaryapti. Geroindan odamda peridoz bo'lsa, mefedrondan oxirida shizofreniya bo'lyapti yoki odamlar o'zini o'ldirishyapti. U eyforetik deyshadi uni. U bizda serotonin, dopamin degan gormonlar bor. U shu gormonlarni bizga butun hayotga bergan
gormonlarni oladi, bittada 700%ga 600%ga oshadi. Shuning uchun kratko времени vaqtida odam juda baxtli bo'ladi. U faqat baxt beradi. Ani spirtnoyga o'xshagan yoki geroinga o'xshagan odamda sразу bilsa bo'ladi. Mefedron boshqacha. Boshida odam sal aqlliroq bo'lyapti, ko'rinishi yaxshiroq bo'lyapti. Odamni aldayapti u. Mefedron shunaqa narsa, odam aldayapti. Odam iste'mol qilsa mefedronni, u o'ylayapti yaxshiroq bo'lyapti, ko'rinishi yaxshiroq. U intim tarafga odamni uradi. Особенно qizlarga uradi shu. Shuning uchun ko'pchilik yoshli bolalar o'ylashyapti, mana yangi hayot, men zo'rman. No, lekin sekin ular o'zgaryapti. O'zi odam sezmaydi o'zgarishni. Birinchi ozgina поведенияsi o'zgaryapti, asabli bo'lyapti. Sistema ценностей degan aldash, o'g'irlash, ozgina izolyatsiyaga kiradi. Oilada qarindoshlar bilan отношения buziladi sразу. Boshida qarindoshlik tushunmaydi odam bilan nima bo'layotgan. Nima o'zgaryapti? Normalniy yuribdi, lomkasi yo'q. Sekin mana bunaqa egotsentrизм degan odamda oshadi-da. Keyin depressiyaga tushadi, oxirida уже shizofreniyaga ketyapti. Mefedron birinchi marta 1929-yilda Sam de Burnaga Sanchez tomonidan yaratilgan. U nima maqsadda bu moddani yaratgani esa ma'lum emas. Faqatgina Fransiyadagi ilmiy jurnalda bu moddaning nomi haqida xabar bergan xolos. Oradan 74 yil o'tib, bu birikma yana tilga olindi. Kinetik laqabli kimyogar o'zining yashirin laboratoriyasida bu modda ustida yana izlanishlar olib boradi. U hisobotida zerikdim va birikmadan iste'mol qildim. U menga ilgari his qilmagan zavqni berdi deb yozadi. Endi katta ehtimol bilan kinetikning o'zi ham mayli. Aslida sintetik moddalarning aksariyati kuchli tinchlantiruvchi, mushaklarni bo'shashtiruvchi xususiyatga ega. Menimcha, ularni kuchli og'riq qoldiruvchi qanaqadir dori sifatida kashf etishmoqchi bo'lishgan. Uddaburon giyohvandlar esa ularni misol uchun yelimdan yoki ko'z dorisidan xullas. Bu modda keyinchalik Isroil, AQSh va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda tarqala boshlaydi. 2012-yili esa Xitoy orqali Markaziy Osiyo davlatlariga kirib keladi. Albatta bundan O'zbekiston ham mustasno emas edi. Eng achinarlisi bir paytlar Xitoy orqali butun dunyoga tarqalgan sintetik kayfning bugun millionlab, balki milliardlab yashirin laboratoriyalari bordir. O'zbekistonda ham bir nechtasi aniqlangan. Ilgari giyohvandlarning ko'pchiligini o'rta yosh vakillari tashkil etardi. Afsuski, yil sayin ularning yosh chegarasi ham qisqarib bormoqda. Aynan sintetik kayf qiladiganlar orasida 12, 13, 14 va 18 yoshgacha bo'lganlar bor. Tasavvur qilyapsizmi, hali onasi og'zidan ketmagan 12 yoshli bolakay giyohvand moddaga qaram. Dahshat. Kollej paytida o'qiganimda bolalar yig'ilib shu plashatkada sportivniy nimani orqasida, zdaniyaning orqasida nimadir qilishardi har doim. Мне было интересно. No, men piv ichadi deb o'ylardim u paytlar. Bir safar shu ular endi 3-kurs bolalar edi, men 1-kursni chaqirishgan. Nima qilyapti ekan deb borsam, o'sha payt nasha chakishayotgan bo'lgan. Pivani ham lekin o'sha payt ichardi. Shu pivadan keyin o'sha nashaga o'tgan bolalar edi ular. Men o'shanda birinchi marta nasha chakkanim esimda, hech narsa чувствовать qilmaganman, to'lqin sezmaganman, tushunmaganman. Keyin shu ustimdan o'tirgan joyimdan turganimda boshim aylanib, o'shandan keyin tushunib yetib nimaligini, ungacha bir 15 minut o'tirganda hech narsani tushunmayapman. O'shandan keyin, конечно, interes chaqirgan bu narsa, katta interes chaqirgan, unaqa narsani hech qachon chuvsiz qo'yolmas. Состояние эйфории, hamma narsa yoqib ketadi bu yerda. O'shandan keyin bir hafta bitta har doim yig'ishlik deganda o'zi o'li ko'p yig'ilardim, men bir hafta bitta qo'shilib olardim. Endi u payt unaqa qimmat emas edi. 15 so'm, 20 so'm tashlashib nimadir qilinardi har doim.
o'sha paytdan уже qaramligim boshlangan mani. O'smirlar keladi biza masalan nechta sinfda o'qiysan deymiz, masalan mana endi bitiryapman yo maktabda o'qiyapman. Nechta bolalar? Mana viloyatdan bolalar kelishadi, bizda ko'p deydi. Men o'sha bu yog'iga so'rashga savolim qolmaydi. Shu 14, 15 yoshdan chakardim. No, hech kim majburlamagan. Prosta o'sha qiziqishdan bo'lgan. Bilaman, hozir aytishligi mumkin, tam uyati yo'qdir, tam ota-onasi qayerga qaragan deb aytishligi mumkin ko'rayotgan odamlar. Lekin действительно uyimda kontrol bo'lgan, uydagilarga bilintirmaganman. Bu ham qanaqadir prosta qiziqishdan bo'lgandir, bilmayman. U har bitta insonni miyasiga qarab, kimdirda psixikasi kuchliroq, kimdirda yengilroq. Bizda bemorlar bo'lgan bir ikkita martadan keyin уже jinniga o'xshab shizofreniya bo'lgan. Kimdir 2 yil, 3 yilgacha iste'mol qilishyapti shuni. Xillaganman, endi shunaqa euforiya berganki, men bu narsani mana hozir fizik narsa-yu tushuntirib berganda aqlga yetmaydigan hayotga baxtmi qanaqadir, чувство спокойствия, счастья, радости, все это в 10-кратном размере, и тебе кажется, что мир твой, ты понимаешь, для чего живешь, как ты живешь и зачем дальше жить. Hamma narsa как будто hamma savollarga javob topilgandek bo'ladi. Xuddi shunaqa maza qilganman, lekin ertasi kuni turaman, juda ham kuchli depressiya, juda ham kuchli чувство fizической боли, qat'iy tur og'riyotganini sezmaysiz, как будто hamma og'iz og'riyapti, mana shunaqa bo'ladi-da. O'shandan beri lekin ja ko'p bo'lmasdi-yu, bir oylada bir 2-3 marta xillab turadigan paytim bo'lgan. Har xil narkotik har xil действие qiladi-da odamlarga. Особенно mana bu agar mef yomon tomonlarini aytsak, odam shoshib qo'yadi, nima deyotganini tushunmay qoladi, vnimaniyasini yo'qotadi. Ko'plarni mashina urayotganlar bor. Mana hozir men novostida ko'raman, kimdir mashina urib ketdi, kimdir odam urib yubordi, kimdir daraxt yasadi. Men 100% dan bir 80% ni narkomaniyaga sразу qo'yib qo'yaman. Anu yalang'och yuribdi, onadan tashladi, suitsid. Men bu hamma narsani 100% narkotik deb bilaman. Chunki bizda ko'plar bu narsani bilmaydi, eshitmaydi, ko'rmaydi. Eng glavnisi bizda ko'zi bilan ko'rmaydi, ko'rmaguncha ishonmaydi. Men juda ko'p har xil odamlar bilan gap qilishga uspet qilganman. U tepada zo'r ishlaydiganlar bilan va u pastda nishi sortlar bilan ham endi рабочий qiladi nimalar bilan gap qilganman. Hammasi oxiri bitta-da. Наркомания настолько завладевает твоей жизнью, что ценности теряются, да, то есть qimmatbaho hayotingga bo'lgan narsa, bor narsa просто расплываться qilib ketadi. Hech narsa ko'zga ko'rinmaydi. Na ota, na ona, na o'rtoqchilik, na yaqinlik qanaqadir. Просто shunaqa stadiyaga odam kelib qolar ekan, что употреблениyadan употреблениyaga ham yashash bo'ldi. Ertalab turib, qatdan topish. Bo'pti, yo'qlayman qo'ya. Ketaylik, chakmaylik. Hozir to'xtab tur. O'tir. Çəkələcəm. Bunda lama çəxmə deyizdəşdir.
Sintetik giyohvandlik nimasi bilan xatarli? U xuddi osh tuz singari yemirish xususiyatiga ega. Sintetik kayf esa ishini miyani yemirishdan boshlaydi. Shuning uchun ham sintetik kayf qiladiganlar atrofga umuman e'tiborsiz bo'ladi. Xayoliga kelgan ishini, xohlagan ishini qilishi mumkin. Uni iste'mol qilgan odam uxlamaydi. Ovqatlanmaydi. Hatto 7 kungacha bir tomchi suv ham ichmay yashashi mumkin. Ammo u gormonlarni shunchalik o'yinchoq qilib yuboradiki, kayf ta'sirida ularning intim xohishi ortadi. Bu to'g'ri, bu haqida gapirish kerak emasdir. Ammo sintetik giyohvandlarning 90% o'zi bilmagan holda istagan odami bilan jinsiy aloqaga kirishadi va eng xavfli kasalliklarni yuqtirib oladi. Ammo ular o'sha paytda kim bilan nima qilgan eslay olishmaydi. Tushunyapsizmi? Bu shunchaki dahshat. Nosog'lomlik seksual отношения bo'lyapti ularda. Shuning uchun shunaqa kasalliklar SPID, VICH, ko'p torch infeksiyalar, ko'p qanaqadir venerichskiy hozir chiqyapti bizda. Bizda 10 ta bemor bo'lsa, har ikkinchisida qanaqadir venerichskiy заболевание chiqyapti. 10 ta bemor bo'lsa, har bittada VICH bor. Iste'mol qilsa zo'r bo'ladi, o'ylayapti shuni. Modaga kiryapti shu narsa. Hozir ko'p kinolarda ko'rsatyapti shu narsani. Iste'mol qilsangiz zo'r bo'lasan deb, keyin seksual отношения keladi. Odamda kompleks, qanaqadir psixologik tarafdan kompleksi bo'lsa, neuverenность в себе bo'lsa, bu narsani iste'mol qilsa, srazu boshqacha bo'ladi. Srazu energiyasi ko'p, miyasi ishlaydi, qizlar bilan отношения bor, o'ylayapti, u zo'rman deb o'ylayapti. Shuning uchun bu juda xitri narkotik. Juda xitri narkotik. U shunaqa ishlaydi, keyin bir-ikki marta mefedron iste'mol qilayotgan odamlar ular o'ylayapti, bo'ldi, mana shu narsa qilmayman. Keyin ularning miyasi o'zini sekin-sekin ichidan o'ldiryapti. U har xil fikrlarni beryapti. U slabi joyini topadida ichida, xotinimi, ishmi, o'rtoqlarmi. O'sha yerga sekin-sekin как бы mefedron iste'mol qilayotgan odamlar ular ikkitaga bo'ladi. Bittasi yaxshi taraf, ikkinchisi kasal taraf. Kasal tarafi yaxshi tarafga postoyanно yomon fikrlarni beryapti. Qara, qo'lingdan hech narsa kelmayapti, uyda nima qilasan, xotining yo'q yoki xotining kimdir bilan yuribdi. Odam o'zini siqib oxirida iste'mol qilyapti. Tanish qiz bo'lardi, oldimda uraverardi o'sha narsani. U paranoya chaqiratdi, kuchli paranoya. Kichkina bolasi bor. Tug'gan bir 3 yoshmi? 3 yosh edi. Tug'gan qiz, ishlab yurgan qiz shu noto'g'ri yo'lga ketib qolgan. Oldimda urardi-da, qarasam qo'llari, oyoqlari hamma kichkina yarachalar bo'lardi. Tushunmasdim men, nima bu? Kasallik bor, psoriazga o'xshaganmi deb o'ylaganman. Keyin bilsam, bir payt urib olgandan keyin shu tirnog'i bilan grubo говоря ochib tashlayapti o'sha yaralarni. Hali bitmagan yarasini ochyapti. Ko'ziga nimadir ko'rinyapti o'sha yerda. Mana o'sha yerda nimadir yuribdi, Begzod aka, qarang, u men tam bukashki tam какие-то. Помоги derdi. Nima deyishni ham bilmaysiz. Agar bunaqa narsa yo'q, siz paranoyasi kuchli bo'lib, sizga ham ishonmay qo'yadi. Mana shunaqa paranoyalar oxiriga keyin shu suitsidga olib keladigan paranoyada. Alfa PVP bu stimulyatorga o'xshagan kuch beradigan narkotik. Mefedron bu baxt beradigan. Mefedron iste'mol qilayotgan odamlarda butun hayotga bergan serotonin, dopamin yig'ib vibroz beryapti. Shuning uchun odam baxtli bo'ladi. Keyin qolmaydi ichida bo'lgan gormonlar, shuning uchun sekin-sekin depressiyaga tushyapti. Alfa PVP bu sal boshqacha ishlaydi. Alfa PVP 2 yildan oshiq iste'mol qilayotgan odamlarni ko'rmadim. Shunda bir oy ichida odamlarda sразу vasvasalar bo'ladi, yo'q bo'lgan narsani ko'radi. Juda og'ir. Alfa PVP iste'mol qilayotgan odam 3 kunlab uxlamaydi, 3 kunlab ovqat yemaydi, 3 kun, 5 kun, umuman bu stimulyator, bu dopingga o'xshagan stimulyatsiya beryapti.
u butun hayotga bergan energiyangizni yig'adi, gormonlar emas, mefedronga o'xshaydi. Energiyangizni yig'adi, bittada vibroz beradi. Shuning uchun AFPOP iste'mol qilayotgan odamlar boshida 100% kuchliroq bo'ladi. 100% aqlliroq bo'ladi. Ovqat yemaydi, uxlamaydi. Kerak bo'lsa 3 kilometr to'xtamasdan yuguradi, tam 30 kilometr ham yuguradi. Bu imенно dopingda, doping degani, miyaga pitaniya kelmayapti, ovqat yemayapti, uxlamayapti. AFPOP iste'mol qilayotgan odamlar rezki ozyapti. Rezki sразу ozishni boshlaydi. Bir oy ichida 5, 10, 15, 20 kilogacha ko'rganman odamlarni keyin ozgan. AFPOP iste'mol qilayotgan odamlardan sразу bilsa bo'ladi. Ular jinniga o'xshab yuraveradi. Ular o'ylayapti, kimdir ularni poylayapti, ishidan oldin kimdir turibdi, xotini bilan kimdir yuribdi, har xil miyasiga yomon fikrlarni beryapti. Bret revnosti degan bor, shuga eng yomon shu sferaga o'radi. Bret revnosti degani u shunaqa fikrlar beryapti, sani qizing, sani xotining kimdir bilan yuribdi, okem bilan, adang bilan даже. Odam jinniga o'xshab bunaqa oxirida yoki xotini o'ldirishyapti yoki o'zini suitsid qilib, oxiri shu faqat. Men o'zim yomon his qilaman, borib iste'mol qilardim, yaxshi bo'lardi. Keyin iste'mol qilmasam 2 barobar battar bo'lardi. Ya'ni iste'mol qilardim, lekin u ham yomon. Unda nima qilish kerak? Dozasini ko'tarish kerak. Shunaqa bo'lib o'tib ketaverib, qarasangiz, men уже juda ham katta miqdorda 2-3 grammlab kuniga 7, 5, 8 grammlab iste'mol qilardim. Qanaqa chiqish yo'li bor ekan deb o'ylaysiz? Chiqish yo'lini bunaqa o'ylaysiz, hech narsa yordam bermayapti. Iste'mol уже jonga tegib ketgan. Уже iste'mol bilan ham hayotingiz yaxshi emas, iste'molsiz ham hayotingiz yaxshi emas. Hayotingizga bitta narsa keladi, bo'ldi, suitsid. O'zimni o'ldirsam ekan, nima qilsam ekan. Menda qanaqa kelgan, o'zimni osmoqchi bo'lganman boshida. Ota-onalar, nimalar meni yomon ko'rib, nima qilib, g'alati deb o'ylab qolishmasin. Chunki og'ir depressiya o'tayotgan odamda bunaqa xayol bo'ladi. Ish qilib bo'ladi. Men buni aytmayman, чтобы осуждениyaga tushib qolmang, nima qilib qolmang deb. O'sha osmoqchi bo'lganman. Lekin uyda arqon topolmaganman. Narkotikni maydalab, bitta-ikkita doroshka iste'mol qilib, qo'limga lidokain urishni boshlaganman-da, kesish uchun o'zimga og'riq bo'lmasligi uchun. O'sha esimda bor, yuragim shunaqa qattiq uryapti. Yuragim qattiq uryapti-da. Qo'pol qilib aytganda, meni suitsiddan narkotik spasti qilgan. Chunki judayam ko'p qon ketgan. Judayam qon qolib ketgan. U eforetik yurakni qattiq urdirib yuboradi. Qon ketgandan keyin siz hushingizni yo'qotib qo'yishingiz kerak-ku. Ammo hushimni yo'qotmaganman, nimaga? Chunki narkotikda bo'lganman. Yuragim qattiq urib ketgan, gormonlarim o'ynab ketgan. O'sha gormonni счастья o'ynab ketganda, просто, как сказать, вялый bo'lib qolganman. Lekin yurak qattiq urgan. O'sha narsani kechasi soat 2-3 dan boshlagan bo'lsam, ertalab soat 9 da meni topishyapti. Qo'l juda ham xunuk ahvolda. Sizga o'zingizga lishni ko'rsataman keyin qanaqa ahvolda. Keyin odam qo'limdan olmoqchilar, qo'limdan ololmaydilar, chunki qo'lim kesilgan. Men o'sha qora shortik maykadaman. Ko'taryaptilar. Ko'tarib o'sha yerga qo'yib boshqa xonaga olib chiqyaptilar. Skoriga telefon qilishyapti, qo'limni boylashyapti. O'sha qo'limdan настолько qon ko'p ketganki, qon chiqmayapti o'sha. Настолько. Вот. Shunaqa bo'lganki, men oyog'imni ham kesganman. Oyog'imdagi tomirni ham kesganman. Qo'limni tikishgan, o'zimga kelganman. Onam qo'limdan ushlayaptilar-da, totdilar. Bolam, yo'q, bunaqa demayaptilar. Bolamga qarab yig'lab turibdilar-da.
nima aytaman, man o'zim aytganman. Bolangiz narkoman deganman. Nega narkomanka degan. Menga yordam beringlar deganman. Spasите меня degan. Akam o'tib qolganlaridan keyin endi 3-bolani yo'qotish qiyin-ku. O'sha chidolmaylar-ku. Qo'limdan ushlab turibdilar-da. Bu gapni серьезно qabul qilmadilar. Shu palatadan 2-3 qadam eshikning oldiga bordilar-da, turdilar. Где-то 20 sekund, 30 sekund qaytib keldilar, bola qo'limni ushlab, yana aytdilar: "Bolam, yuragimni siqmagan, bunaqa gaplar gapirmagan", dedilar-da. "Нет, мам, дома, это правда дома. Пожалуйста, помогите мне, спасите меня дома. Я устала дома". Bilmiyorum kan. Yok aman. Abi ver. Haklıyım. Haklıyım. Sintetik moddalarning yana bir xavfli xususiyati shundaki, uning qaramligidan qutulish nihoyatda qiyin. Boisi sintetik yo'l bilan olingan birikma yillar davomida tanadagi yog' qatlamlarida saqlanib qolar ekan. Bu esa qaramlik hissini qayta uyg'otishi va miyaga meni iste'mol qil deya yana signal berishi mumkin. Sintetik giyohvandlik ana shu jihati bilan naqadar xavfli ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, bu turdagi giyohvandlik moddasini iste'mol qilganlar orasida 99% odamda oshqozon yarasi kasalligi uchraydi. Buning sababi giyohvand modda ta'siri bir necha sutkalab ovqatlanmaslik va dori tarqalgandan keyin ovqatga bo'lgan moyillikning ortishi bilan bog'liq. Uni iste'mol qilgan erkakda impotensiya xavfi ortadi. Bu erkakdagi ikkinchi miya faoliyatini to'xtadi degan. Shizofreniya, xotira susayishi, infarkt, insult, saraton hujayralarining rivojlanishi, bepushtlik. Afsuski, bu ro'yxatni hali yana davom ettirish mumkin. 1-2 marta iste'mol qilaman, keyin undan voz kechaman degan xom xayolga berilmaslik kerak. Qaramlikdan qutulgan taqdirda ham sizga boshqa kasallik butun umrlik meros bo'lib qolishi hech gap emas. Maksimum uxlamaganim 3 kun bo'lgan o'sha mefda. O'sha marafon deyiladi bu narsa. To'xtamasdan bir 5 grammi ketib qolardi. Palon pul, qayerdan u bozimda olib qarasa eslolmayman ham, lekin har doim qayerdandir pul topardim-da. Ko'p narsalar problema с памятью очень большие, кстати. Hozir ham endi xudoga shukr yarim yildan sal ortiq уже toza yuribman. Programmadaman, chunki baribir bir xil narsalarni eslab qololmayman. Kratковременный память sal noto'g'ri ishlab qoladi bir xillarda. No, это вот такие последствия от narkotikov. Shunaqa narsa bor. 5 yil xillab yurdim. Bir paytlar baribir shu tolerantность degan narsa bor. U har kuni piv ichsangiz 1 litr, 2 litr, 3 litr ko'payib ketganda, xuddi shunaqa любой modda, любой vещество shunaqa ko'payib ketaveradi, sezmay qolasiz, bermay qoladi. Kayf qila olmasdim o'sha normalniy xillab, kayf qila olmasdim. O'sha eski ощущениялар bo'lmasdi. Hatto o'sha 3-4 barobar ko'p qolardim. Bitta tanishim bo'lardi, u где-то
u ham почти yarim yil kam ko'rishardim, no kelib qo'llar titrab qolardi, u уже нормально o'tirgan odam edi. Tomirimdan urib qo'ysam, doktor sani ura olasan derdi. Endi rostdan men bitta urib qo'ya olardim, shuning uchun hali dedim, bilmayman, endi men unaqa rahim kelganmi. Hozir для меня это было омерзение, eng yomon чувство вызывать qiladigan narsa kallamda o'zimni tomirga urish, bu eng oxirgi xayolga keladigan narsa edi. Mana shu yarim yil ko'zim o'rgangan sal-pal, unga qilaverganman, kelaverardi. Undan bundoq qarasa, hozir tushunib yetolmayman, shu problema emas, lekin o'sha payt katta problema bo'lib ko'ringan. Uylan deyishligisi, uydagi yo problema, bu problema. Har xil narsalarni gapirib chiqarib yorishganda, mashinani sotasan, uylanasan deb chiqarib yorishganda, bizda o'zi qaramlik shunaqa ishlaydiki, kichkina narsani katta problema ko'rsatib itaradida, shu anaqa наталкивать qiladi, что употребить. Shu tanishim kelib qolgan, bir marta tomiringdan ur, nima qilasan, u xillab bermayapti, o'zingga yo'q beradigan. Bir marta, первый последний раз deganman, esimda shu gapim. Bo'ldi deganman. Urib qo'yasanmi deganman, menga ura olasanmi, men o'zimga ura olaman. Ya'ni ikkinchi yoki uchinchi martadan urgan. Birinchi marta o'sha xillaganimdagi chustvani venadan urganda yana chustvich qildim. Конечно, endi men u narsadan qayta olmadim. Bo'ldi, shu bilan polniy tomirga urib yurdim. Shu yarim yil Qatlaturda yashab, bir xillarda kvartira olib yashaydim, 1-2 oy kvartirada yashayapman. Qanaqadir qizlar, hozir bittasi ham ismini eslolmayman, kimdirlarnikida yashab, bir og'aylarnikida qolib, xullas ko'chada qolganman. Другими словами. Bir xillarda shu 3 kun, 4 kun marafon bo'lganda, 3 kun marafon bo'lganda o'zi uxlashga har doim o'rganganman. Даже tomirda ham shunaqa qilardim. Uxlab turib bir oynaga qarayman, qo'rqib ketganman. Astag'firulloh, hozir eslasam bir qop-qora, ozg'in. Men hozir 72 kiloman. 58 kilo bo'lganman reabilitatsiya tushganimda. Shu men hamma ko'sli ko'rdim yotgan. Nima qanaqa tushunmay qo'rqib ketganman. Lekin qo'rqib ketganim hech narsa anaqa emas edi. Bitta urardim, bo'ldi, shu bilan hech narsa ko'rinmaydi, hech narsa interesni. Yana xuddi shu hayot qayta qilardi. Keyin oxiri o'zim bir payt nimagadir shu juda charchadim hamma narsadan, oldimdagi odamlardan, narkomaniyadan. Bu har xil noto'g'ri narsalarga olib boradi. So'l degan narsa bor, u undan ham yomon, mefdan ham yomon. Qancha yomon yaxshisi yo'q, bu eng oxirgi narsa-da. Uni ham tomirdan uradiganlar bor. 1-2 marta mefedron iste'mol qilgan. Oxirida 2-martaga ham, 3-marta iste'mol qilayotganda qanaqadir neyron, miyada neyron yonib ketdi-da. Unda miyasi mushakka signal bermayapti. Shu qiz yarim kilodan oshib ko'tara olmaydi. Просто signal yo'q. Bitta bola bo'lgan, xuddi shu qanaqadir neyronlar nimadir bo'lib ketdi. U tualetga kontrol yo'q. Ilgari giyohvand moddalarni topish ham bir masala bo'lgan. Onlayn savdo rivojlangani sari sintetik kayfni topish ham qiyin bo'lmay qoldi. Saytga kirib kerakli mahsulotni tanlab to'lovni qilinadi xolos. Zakladchiklar esa ularni yetkazib berishadi. To'g'rirog'i modda yashiringan joy manzilini aytadi. Giyohvand uni daraxt kavagi, o'rindiq osti yoki yerga ko'milgan joydan olishi mumkin. Xullas, buyurtma berish u qadar qiyin emas. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Nima ularning faoliyatini nazorat qilib bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. Ammo ular shu qadar ayyorki, go'yo ularning Telegramda minglab niqoblari bor. Bunisi xitlansa, boshqasini kiyib olishadi. Siz buni Telegram orqali topasiz. Telegramda shunaqa joylar borki, to'g'ri har xil gruppalar bor. Закрытый канал группалari bor. Topasiz. Gruppaga kirasiz. Aytasiz, "Meni, короче, pulim mashuncha.
sanda mana shu yerga birga tashlashamiz, birga iste'mol qilamiz. Bu odamni tanimaysiz, lekin birga iste'mol qilasizlar. Вот. Xuddi shunaqa Telegram kanali bor. Telegram kanalida administrator deydi ularni. Yozasiz. Там, привет, deb yozsangiz javob beradi. Что на витрине deysiz. Или что сегодня есть, или какой rayon deb so'raydi. Ma'ni misol aytishim mumkin. Там Yashnobod, Mirzo-Ulug'bek, Yunusobod deyish mumkin. Manda misol "Я такой rayon" deyman-da. Aytadi, "Xo'p, rayon nima kerak?" deydi. Men misol aytaman, "Menga bugunga 2 gram mefedron, 2 gram gashish, 1 gram geroin kerak" deyman. "Xo'p" deydi, "Menda mana narsam bor" deydi. "Olsanmi?" deydi. "Ha, kartasini tashlaydi." Oldin qo'rqishganidan bitcoinda yoki litcoinda yoki qaysi xil elektron valyutada berishardi-da, ради безопасности. Hozir u shunaqa rivojlanib ketgan, odamlar shunaqa naqd bo'lib ketgan, quvnoq karta, uz karta tashishadi. Birovni qaysidir kimnidir familiyasiga. Tushunasizmi? И o'ylang, то что qaysidir odamni nomiga qilingani bu. Qaysidir militsiya yoki nimadir qilsa topolmaydi-da u odamni. U odam вообще bilmaydi, то что uni nomiga karta ochilgan. Вот. O'sha kartaga pul tashlaysiz, все через электронную валюту. Pul tashlaysiz, sizga qaysidir joydan keyin odamni там zakladka qayerda turganligi, точный местоположение, 2-3 ta rasm, там отметка qilingan joy keladi. O'sha yerga borasiz, olib ketasiz. Bo'ldi. Hali shunaqa, как сказать, приколы chiqib ketgan. Rasmga olishadi, administratorga tashlashadi. Там родной, я употребил, все классно, взял в касание, deb как havolit qilishadi-da, aytishadi, там zo'r hammasi, mana bunaqa deb. Tushunasizmi? Uylanaman deb o'zi mashinamni sotib, uyga pul olib kelib, endi bizada oilada seyf bitta bilaman pul qayerda turishini. Qo'yib qo'yilgan joydan o'zim 13 mingga mashina sotilgan bo'lsa, o'zim kirib olaverardim pul. Endi kerak bo'lsa olaverardim, joy qo'yib qo'yaman deb. O'sha tomirga o'tirgandan keyin ko'p olishni boshlaganman. Shu 2 oymi, 3 oymi o'tmadi. Anaqa otam telefon qilib, nervchit qilib telefon qilib, pul qani deyaptilar. Men kallamda men 1-2 ming, xayolimda 1-2 ming olgandirman deyman. Vaholanki 8 ming yo'q o'zi. 8 ming qanaq ketkizdim. Shu 3 oy ham o'tmagan. 3 oy ham o'tmagan. 2 oy ichida ham bo'lishi ham mumkin. Просто men aytaman, o'zi konkretno употребление dedim, shuning uchun zo'r eslolmayman ko'p narsani. Lekin eslayman, stavkalar ham qilardim. Menda polinarkomaniya, menda tabletka ham bo'lgan. Mana burunga sepadigandan boshqa hamma narsa bo'lgan. Hamma narsani qilib ko'rganman. То есть opiatniy, geroin, hamma narsa. Endi geroin tomirdan urmayman, barxillaganman, например. Tabletishni hamma kayf qilib ko'rganman. Lekin oxirida mefda to'xtaganman-da, shu mefda venada to'xtaganman. Undan ortiq hech narsa kerak emas bo'lib qolar ekanda o'zi. Faqat o'sha narsa kerak bo'lib qolar ekan. Statistika bo'yicha, dunyo statistika bo'yicha 95-96% odamlar o'zi xohishi bilan, o'zi irodasi bilan mana shu tuz bu mefedron bilan AFPP chiqolmaydi. U va'da beraveradi, manipulyatsiya qiladi, iltimos, bo'ldi, tashiyman, shans beringlar. Shunaqa odamni eshitish kerak emas. Statistika bor, 90-96% o'zi xohishi bilan, o'zi kuchi bilan chiqmaydi. Faqat reabilitatsiya, faqat mana shu 3 etapda yordam beryapti. Reabilitatsiyadan keyin 70% plus minus 70% qaytmaydi, 30% qaytib keladi. Ha, hech qachon iste'mol qilmayman degan nima yo'q. Chunki men narkomanman-da. Baribirga men qaysidir vaqtda o'sha mana 1 yil bo'lyapti, 1 yildan men qilmayotgan bo'lsam ham, meni miyamga shunaqa заложенный, что men tozaman faqat bugun. Ertaga nima bo'lishini bilmayman. Bilasizmi, narkomanlar keladi-da, aytadi, oxirgisi to'g'risi o'zi ham ishonadi shu gapga. Men ham ishonganman. Men hech qachon iste'mol qilmayman boshqa. Bo'ldi, bitta bu oxirgisi, bu честное слово, это последний раз deyshadi. Xudoni oldida, ota-onasini oldida, hammani oldida u va'da beradi. Aytadiki, men bo'ldi, o'zini ichidan shu narsaga ishonadi. Men ham qachondir ishonganman shu narsaga. Lekin
qaramlik, zavisimiz bu shunaqa narsaki miya aldaydi. Men 18-19 yoshligimda bitta o'sha sovpotrебителем bo'lardi, bitta qiz, u ham u o'sha mefedron iste'mol qilib yurganda 15 yosh edi. 15 yosh edi. Hozir oradan 3 yil, 4 yil o'tdi. 16, 17, 18, no 19 yoshga kirib qolgan. Hali ham iste'mol qilib yuribdi. Hech narsa o'zgargani yo'q hayotida. Ish taklif qiladigan sayt yoki Telegram kanallarida faqat talabalar uchun mo'may daromad degan e'lonlarni ko'rganmisiz? Hammasi demaymiz-u, ammo bunday e'lon beruvchilar orasida narkoreklama yozishni taklif qiladiganlar ham bor. Ya'ni, ish beruvchi har bir reklamaga 20 mingdan 50 ming so'mgacha taklif qiladi. O'smir yoki talaba esa harna deb aerozol baloni yordamida binolarga marafon, skorost yoki kis degan Telegram username-larni yozib chiqishi kerak. Militsiya ko'rmasin bu reklama deb ogohlantirgani uchun ham sho'rlik bola uni odamlar gavjum bo'lmagan hududlarga yozib, o'zi bilmagan holda narkobiznesga aralashib qoladi. Bu точно odamni o'ldirish uchun qilingan. Chunki qancha kam qilmaysizmi, qancha redka qilmaysizmi, tam 1 yilda bitta qilmaysizmi, bari tolerantsiyasi oshib bo'lib, kamayib vaqtingiz har kuni qiladiganga o'tirib, organizm birinchi очередь o'z fiziki состояние buziladi. Ko'plar hozir mana tashlagan odamlar ham endi uni borib kompon topshirib o'ziga qarayman degan odamlar ko'plarda eroziya va kistaga olib boradigan yara, oshqozon yarasi bo'ladi. Chunki och qorin qoladi. Bu alfa PPga keladigan bo'lsa, bu o'zi действует на мозг. Mana garmon счастья degani bor. Bu oddiy odamlardan bir 3000 karra kayf qildiradi. Bitta mgновение bo'lsa ham, lekin o'sha narsani sezgandan keyin o'sha narsani so'raveradi. Bitta anaqa 1-2 sekund shuni garmon счастья otadi mozgda. Lekin undan keyin paranoyalar keladi kuchli. Orqangizda kimdir gapiryapti, siz so'rayapti, anita kimdir baqiryapti, anita mashina kelyapti, migalka, hammada har xil. Shu an qiz deb berganimdek o'zini ochib tashlaydiganlar bor. Pichoqda o'zini kesib tashlaydiganlar bor, nimadir ichimda yuryapti deb. Ya'ni nimani esla olaman? Bitta qiz Skorpionim yana galva Skorpion deb bitta chochini yulish boshlagan. Narkobiznes bilan orada tanishib qolganman. Ishim bo'lgan, menga aytishganki, mana shu qaysidir narkotik, sen uyingda tursan, mana shunga pul beramiz. Odamlar kelib, olib ketishadi, o'zligisi nima qilishni bilishadi. Xo'p deganman, lekin meni uyimga xvost olib kelmaydi deganman. Kimdir podozreniyada bo'lsa, men hech qachon nima qilmayman. Хорошо, menga определенный summani berishardi. Определенный pulni berishadi, shu bilan olardim. Ko'p olardim. Yo'q, aytmayman. Chunki u harom pul, hamma pul iste'molga ketgan. Aytaylik, сейчас я вам скажу, $3 kun $1,500. Har 3-4 kunda shu $1,500 keladi. Hamma $1,500 faqat iste'molga ketadi. Men esimda bor, to'shda shuncha pul olib, men onamga to'lgan kunlarga podarka olmaganman. O'sha как раз o'sha paytiga kelib qolganda, kelgan o'zimga kiyim olmaganman. Telefon olganman, u ham kreditga. Kreditni pulni berib yuborish imkoniyatim bo'lgan, berib olmaganman, chunki iste'mol birinchi очередda bo'lgan. Hech qachon bundan qochib keta olmaysiz. Уже xayolingizga har safar keladi. Bor, iste'mol qil, bitta bir marta hech narsa emas deb miya aldaydi har safar. Hayotingiz davomida все, уже mana shu xayol bilan siz butun hayot yashashingiz kerak. Qanaqa bundan chiqib ketishni o'rganishingiz kerak. Понимаете, bu to'g'risi qiyin narsa. Juda ham ko'p qarindoshlar kelib gapirishadi. Doktor, siz shunaqa bemorni qo'rqitib qo'yingki, shunaqa so'z bilanki, shu meni farzandim qo'rqsin deb bir umrdan keyin shu narsaga yaqinlashmasin deyshadi.
Endi haqiqatdan bu narsani asorati bugungi kunda juda ham qo'rqinchli. Sababiki ko'p infarktlarga olib keladigan, ko'p insultlarga olib keladigan, saraton kasalliklariga olib keladigan, tuberkulyoz kasalliklariga olib keladigan va shunga o'xshagan bedavo kasalliklarga olib keladigan. Sababiki oddiy sintetik mefedron ular himsex deyiladi. Ko'p joylarda odamlar jinsiy aloqaga kiradida torch infeksiya paydo bo'ladi. U torch infeksiya organizmi torch infeksiya осложнение deb internetga kiring. Birinchi navbatda o'ti kiradiki bepusht qiladi degan. Ikkinchi navbatda tug'iladigan farzand ruhiy zaif bo'lib tug'ilib keladi yoki yuragi yoki oshqozoni yoki buragi yoki DTP yoki qanaqadir ruhiy kasallik bilan tug'ilib keladi. Ishonasizmi? Ko'zimga bunaqa vaziyatlar ko'p. Juda ko'p. To'xtatib bo'lmas ekan. Eng achinarli o'lib ketgani yaxshi. Bilasizmi, o'lib ketgani yaxshi, jinnixonaga ham tushib qolgani yaxshi. Передозировкаga rahmim kelmaydi. Ishoning. Eng katta rahm keladigan narsa shu bola chaqasi yetim qolib ketgani. O'sha gapga quloq solmasdan o'sha o'zbekcha qilib gapirganda kayfda tug'dirib qo'ygan farzandini, o'sha eng afsuslar. Atak yo'q, ko'p joylarda unaqa qahrim qattiq bo'lib ketgan, lekin to'g'ri, endi ko'p joylarda передозировкаga rahmim keladigan va oilasiz qolib ketgan anaqalari bor. Lekin farzandiga qo'rqmasdan shu farzand o'zidan keyin zurriyot tashab ketgani eng undan yomon narsani o'zi yo'q. Eng yomon narsa o'zidan keyin mana bunaqa zaif zurriyot qoldirib ketish. Eng qiyin narsa ko'zingiz oldida qoldirilgan asoratini ko'rishingiz. O'sha 3-4 yildan keyin yoki 5-10 yildan keyin parokdan yoki qanaqadir noma'lum kasalliklardan o'lib ketish anaqasini topolmaganligingizni yoki masalan bilib turib o'sha narsani ko'rib turib o'layotganini bilishingiz. Bilasiz, gapira olmaysiz. Может, man yo'qotgandirman, может, yo'qotmagandirman. Sami menga farqi yo'qdir, lekin meni onamga, скажем так, onamga, odamga неприятный bo'lishi mumkin. Menga mana sovchilar keladi, ketadi-da. Qaysidir sovchi kelib aytsa, qizingiz narkoman ekan desa. Ey, boyma. Ota-onalarni sergaklikka chorlaymiz. Ishoning, biz o'z ko'zimiz bilan Toshkentdagi narkologiya klinikasida davolanayotgan 12-14 yoshdagi bolalarni ko'rdik. Ota-onaning e'tiborsizligi, atrof muhitdagi odamlar aldov yo'li bilan qaramlikka o'rgatish. Xullas, buning sabablari ko'p. Shunday ekan, farzandingiz bilan ko'proq gaplashing. Kun yakunida nimalar bilan shug'ullanganiga qiziqing. Hali gap bor-ku, farzandingizni tarbiyalash uchun sizda vaqt bo'lmasa, boshqalarda uni biz uchun fursat yetarli. Bilganlarimizni, ko'rganlarimizni sizga ulashdik. Xulosani esa o'zingizga qoldiramiz. Agar sizga videolarimiz manzur bo'layotgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlang. Yana qanday mavzular sizni qiziqtirishi haqida ham izohlarda yozib qoldiring. Rahmat.